Adasi, Ha? shoshmay qaytishingizni qulupni olib keling. Qulupniylarni ish bo'layotgan ekan, bir keliniz yegisi kelib qoluvdi. Senga 50 ming deb bolam. Unda 2 kilo bering. Bugun avtobusni borib kelsam yetarkan. O'g'lim, qaytishingda qulpini olib kelgan, yegim keluvdi. Adasi, anta qulupni sotishayotgan ekan. Yuring, olib keling-ku. Amaki, qulupniylar narxi tushib qolgan bo'lsa kerak, onam yegilar kelyotdi. Hammasi 25 mingdan senga. Mana bolam. Rahmat doda. Xo'p, xo'p. Bizga ham har doimda 2 kilo tortib bering, doda. Mana 2 kilo bolam. Mana 50 ming, doda. Abi 50 mingdan 100 ming bo'ladi bolam. Doda, nima odamni ko'rinishiga qarab narx aytasizmi? Hozirgi bolaga 1 kilosi 25 mingdan deysiz-ku. Bolam, siz qizichmay, siz har doim ayolingizga olasiz. Bu bir haftada bir marta imkoniyati yo'q. O'shanda ham onasi uchun oladi. Ming bor uzr amaki. Mana shu to'g'rizga qulupningizni ham bering. Bugun onamni ko'rgani boraman. Mana shu bola ko'zim ochib ketdi. Baraka top bolam, senga o'xshagan farzandlar ko'paysin. Agar video oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, tarqatib qo'yish esingizdan chiqmasin.